Iyun oyida tug'ilgan ayollar va qizlar bormi? Bu video sizni aniq hayratda qoldiradi. Oxirigacha ko'rib, iyunda tug'ilgan ayol qizlarga yuboring. Iyun oyida tavallud topgan xonimlar o'zining yorqin fe'l-atvori, ko'p qirrali iste'dodi va aql zakovati bilan ajralib turadi. Ular juda ochiq ko'ngil bo'lib, har qanday davrada o'z o'rnini tez topadilar. Odamlar bilan til topishish, suhbatni qiziqarli olib borish ularning qonida bor. Iyun qizlari go'zallikni qadrlaydi. Ular san'atga, xususan musiqa, dizayn yoki turli vizual loyihalar va video montaj kabi sohalarga juda qiziqishadi. Ular odatda quvnoq, hayotga muhabbatli va ijobiy energiyaga to'la bo'lishadi. Ularning tabassumi va samimiyligi atrofdagilarga ham iliqlik ulashadi. Ayniqsa, ular oila va yaqinlari munosabatlari birinchi o'rinda turadi. Ular o'z yaqinlariga nisbatan nihoyatda g'amxo'r, sadoqatli va e'tiborli bo'lishadi. Ba'zan ularning kayfiyati tez o'zgarib turishi mumkin, ammo bu xususiyat ularga har qanday yangi vaziyatga yoki o'zgarishlarga tez moslashish imkonini ham beradi. Ular quruq sovg'adan ko'ra, chin dildan, chiroyli so'zlar bilan aytilgan tabriklarni, e'tiborni va mehrni ko'proq qadrlashadi. Aytgan gaplarim to'g'ri bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lsangiz xursand bo'lamiz. Yaqinlaringizga yuborish esdan chiqmasin.